Assalomu alaykum obunachilar, YouTube ishqibozlari. Mana bugun 27-noyabr 2025-yil. Yana bir zerikkanimizdan video qilaylik dedik. Bu yil qo'y boqishga ham qiziqib, mana shu qo'ylarni olgandim. 15-avgustda olgandim, aniq esim yo'q, lekin avgust oyida olgandim. Mana kichkina qo'zichani 2 million 100 mingga oldim. Onasidan ajratib oldim, kichkina qo'zicha edi. Mana katta bo'lib ketdi, mana qo'chqor 3 million 100 mingga oldim. Qo'y boqsa ham yaxshi foyda bo'ladi shekilli. Biz qo'y boqmagandik. Shu qo'chqor ham hozir bir 80 dan o'tib ketdi shekilli, bo'yi 85 ga borib qoldi shekilli. Bu qo'chqor ham ham bu ozib ketdi. Bir kishi so'rovdi, berib yubordim. Ozib ketdi bu qo'chqor. Mana qo'zini 2 million 100 mingga oldim. Bu zo'r katta bo'lar ekan. Ana nargisi sog'liq qo'yi 5 million 300 mingga dekabrda tug'adi deb sentyabrda oldim. 2 oylik bo'g'oz tug'di. Bo'g'oz emas ekan. Semirib ketganda bo'g'oz deb o'ylabman, men qo'y boqmagandim. Egizakchi tug'di. Bu qochmagan ekan. Keyin ko'chada qo'chqorlarni oldiga olib chiqsam, bir kun qochdi. Yana 18 kun o'tib, yana qochdi. Hozir 27 kundan beri tinch yuribdi, endi bilmayman. Ammo juda semirib ketdi. Buni qochgan deb boqaverimman. Egizakchi deb berishdi. Bo'yi 175-80 ga yaqin qo'ylar. Qiziqishga egizakchi deyishdi. Bolalarim, qizlarim o'ynab yuradi deb oldim. Qonnilari katta edi oma. Endi bilmayman, bir oy mana shu 31-kunda qo'chqor olib kelib qo'shdim. 23 kun boqdim qo'chqorni, oshnam qo'chqorini yaxshi hozircha. Endi yana biror oyda bilinib qoladi degan umiddamiz. Ustalari shunday dedi. Men o'ylashimcha qo'chqor olib, qo'chqorchalardan boqsa ham arziydi shekilli. Mana shu qo'chqorcha enasini emib turganda kichkina 2 million 100 mingga oldim. Mana qarang, lastillab ketgan. Kepay beraman xolos. Silos bilan kepaydi, mana shu buqalar yegan hashak yeb yurishaveradi. Onu qo'ymam zo'r edi. Lekin bir kishiga bir oy berib yuborsam, yaxshi qaramabdi, ozib ketibdi bu qo'yim. Zoti yaxshiga o'xshab ko'rinyapti, oyoq qo'llari, kassaklari baquvvat. Onu qo'zimni simjun, shu buni oyoq qo'llari o'ta dahshat. Katta qo'chqor bo'lib ketadi shekilli. Hozir menimcha boshi qo'y bo'lsa 5 oylik yo 4 oylik qo'zi ashi. Enasi. Dumbasi ham bilmayman, hozir kattagina 6-7 kilo bo'lsa kerak. Lekin mana dumbasi olmaydi uncha. Go'sht yaxshi oladigan qo'chqor deb olganman. Bu ham oyoq qo'li o'ta uzun. Zotga arziydi. Bu ham menimcha hali ishab bo'lmagan, bahorga qo'zi bo'lsa kerak. 7 oy, 8 oylik bo'lsa kerak bu. Chunki 1 million farq qilgan xolos. Bu Qirg'iziston To'xtaqulmi, o'sha tarafdan kelgan qo'y deydi. Qirg'iziston qo'yi. Mana o'zimizning mesni qo'zi. Garbunozlari ham yaxshi, quloqlari simjun o'zi. Sog'liqqa o'sha qiziqib bolalarimga ola deb oldim. Endi xudo xolasa, bo'lmasa qishga maishat qilib yuboramiz. Semizligida sayz to'yib yuboramiz. Hammaga rahmat. Maslahatingni kerak. Qo'y boqqan yaxshimi, buqa boqqan yaxshimi? Menimcha hozir mana shu qo'ylarni qanchaga oladi? Mana kichkina qo'zim bir 70 sm chiqib qolsa kerak. Dumbalari ham, yelkalari ham shu baquvvat. Bunisi ham bilmayman, ayromaja qo'y bilan ko'p shug'ullanmaymiz. Ona qo'y ham juda semirib ketdi. Bu hammasidan katta, bir bilmayman, 10 kilo oshiq bo'lsa kerak uni dumbasi.
qiziq ishga borganmiz. Agar yaxshi bo'lsa, yana qo'chqor ham qo'zi, sog'liq ko'paytirishga harakat qilamiz. Hozircha yurishibdi. Bu qola qanday esa o'shni yeydi. Bir tog'ora silyos yeydi bular. Bitta kichkina paqirchada bir paqir kepak tashab qo'yaman hammasiga. Makka yo'q bizda. Silyosiga mana ertalabki uje hozir soat 9 bo'lgan bo'lsa, mana bir tog'ora silyos somon aralashtirganmiz, yeb bo'lgan. O ishtahasi moldan ham zo'r bo'lar ekan qo'ylarniki. Hammaga rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, shoqqacha ko'rganlarga rahmat. Meni kuzatishda davom eting.